Humo telekanali deyishimdan maqsad meni o'zim profilim Humo qush yozilgan. Humo qushligi uchun. Humo qush degani bu barakali qush. Ya'ni o'zim qushlarga, ovlarga qiziqqanim uchun, baraka degan ma'noni olib kelganligi uchun biz qo'yganmiz. Omad degan ma'noni olib kelganligi uchun Humo qush qo'yganmiz. Xo'p, biz hozir avval Mayakko'lidamiz. Hashta akalarimiz o'tiribdi. Hozir bu akalarimiz oldiga borib bitta intervyu olishga harakat qilamiz. Mana bitta akamiz o'tiribdi ekan, baliq ushlab. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Ishlaydasizmi? Mazdayapsizmi aka? Sizmi charchamayapsizmi? Qalay aka? Damlarni olyapti. Aka, ismingiz nima edi? Otabek. Otabek aka, meniki Ahror. Ahror. Humo qushlari yurg'izamiz aka. Aka, baliq ushlashdan maqsad nima aka? Baliq ushlashdan maqsad dam olish. Baliq ushlayotganda bitta uradi, tortayotganda yuragi shunaqa dam oladi, vaje maza qilib yuboradi. Aslida shu. Tortayotganda ishdan keyin rost charchaganingizdan keyin bir hafta ishlagandan keyin bir kun kelib dam olsangiz, bir oy dam olgandek bo'lasiz-da. Vaje cho'tki joy. Kelaveringlar. Rahmat aka. O'zi Sog' bo'ling aka. Mana ikkinchi baliqchi akamiz oldiga kelyapsiz. Assalomu alaykum. Aka, holmen charchamayapsizmi aka? Ishlayapsizmi aka? Ismingiz nima edi aka? Sultonbek. Sultonbek aka, meniki Ahror. Charchamayapsiz aka. Baliqlarga yem tayyorlayapsiz aka. Baliqqa yem tayyorlayapman. Aynan. Ammo baliqlar bor ekan. Bor ekanmi aka? Yaxshi, zo'r. Baliq ushlashdan maqsad nima aka? Maqsad aka, biz ishlaymiz. Shu dam olish, kelib shu dam olib o'tirib shu ushlab miyaga dam berish. Miyaga dam berish. Lekin zo'r joylar ekan, malades. Tan berdim, ishlaring zo'r. Omadlaring bersin. Ammo baliqni zo'rini tashab qo'yish ko'rdik. Kelib tashab turdik, ko'rdik. Kilogacha bor baliq. Sog' bo'linglar aka. Kelib turinglar aka. Mana ikkinchi, uchinchi akamiz oldiga kelyapmiz. Bu akamizdan ham hozir intervyu olamiz. Baliq ushlashdan maqsadi nimaligini bilamiz. Hozir aytishga qoldi, yetib boryapmiz. Assalomu alaykum. Aka, xormaylar. Charchamayapsizmi? Yaxshimi, uzr, bezovta qildik. Charchamayapsiz. Ismingiz nima edi aka? Aminjon aka. Aminjon aka, meniki Ahror. Aminjon aka, qalay damlar bo'lyapti? Damlar yaxshi bo'lyapti. Sizmi? Ha. Baliq ushlashdan maqsad nima, Aminjon aka? Baliq ushlashdan maqsad shartga kelib dam olib, miyamizni dam berib ketamiz. Endi mana natija bo'lyapti, xudo xolasa, ham bo'lib qoladi. Kelyapmiz, ushlab ketyapmiz. Sizlarga ham taklif qilamiz, kelib baliq ushlab ketishsin. Ma'qulmi joylarimiz? Juda joylari zo'r. Dam oladigan joylar ekan, kelinglar. Xo'p, aka sog' bo'ling. Mana bu akamizni Aminjon akamizdan oldik. Endi ikkinchi akamiz oldiga kelyapmiz. Mana bu akamizning fikrini bilamiz hozir. Bu akamiz oldiga ham yetib keldik. Assalomu alaykum.